Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. İnsanlarga muomala qilish prinsipi. 1100-savol. Jamiyatdagi kishilarga qanday muomalada bo'lish kerak? Javob. Jamiyatdagi butun kishilarga do'stlik, to'g'riliq va adolatni asos qilgan holda islomiy go'zal axloq bilan illiq muomala qilish kerak. Chunki jamiyatni tashkil qiluvchilar insonlar bo'lib, jamiyatning farovonligi, xotirjamligi shu insonlarga bog'liqdir. Qisqasi, insonlar tuzalsa jamiyat tuziladi, insonlar buzilsa jamiyatmi buziladi. Bir jamiyatda yashayotgan insonlar boydan gadoygacha, raisdan fuqarogacha, ziyolidan savodsizgacha, molladan avomgacha hammasi hurmatda, haq-huquqda, yaxshi muomala ko'rishga haqli bo'lishda o'xshash bo'lib, ularning ichidan kim bo'lishidan qat'iy nazar taqvo bo'lgani Alloh taolaning nazarida eng hurmatli hisoblanadi. Ammo insonlar e'tibori bilan butun insonlar barobardir. Buningga binoan jamiyatdagi butun insonlarga durust, to'g'ri va adolatli muomala qilish, rahm-shafqatli bo'lish lozim. Musulmon odam kishilarga haqsizlik qilmaydi. Ularni aldamaydi, yomon ko'rmaydi, ziyonga uchratmaydi. Mayli ilm setim muomalasida bo'lsin, mayli boshqa har qanday bir muomalada bo'lsin, ular o'rtasida ayrimchilik qilmaydi. Adolatsizlik qilmaydi va har kishiga ko'ngli ko'ksini keng tutadi. 1101-savol. Umumiy musulmonlarga qanday muomalada bo'lish kerak? Javob. Musulmonlarning o'zaro qarindoshlik munosabati odatdagi shaxsiy munosabatdan olqagan. Taqvolik, axloq fazilat, o'zaro hamkorlik va chekiga yetgan mehribonlikni asos qilgan eng mustahkam bir munosabat bo'lib, musulmonlarning yemirilmas bir butun gavda ekanligini namoyon qiladi. Qur'on Karim buni ta'kidlab, mu'minlar haqiqatan qarindoshdir deb e'lon qilgan. Sura Hujurat 10-oyat. Musulmonlarga eng illiq, adolatlik va kamoliy mehr muhabbat bilan muomala qilish kerak. Chunki musulmonlar o'rtasidagi o'zaro qarindoshlik rishtasi intayin cho'ng va muqaddas bir rishta bo'lib, har qanday bir musulmon odam yana bir musulmonning manfaatini o'zining manfaatiga, uning ziyniga uchrashini o'zining ziyonga uchirganiga o'xshash bilib, uni va uning har narsasini xuddi o'zini va o'zining narsasini qo'g'digandila musulmon qarindoshining haqqini ado qila oladi. Bir hadisda mu'minlar o'zaro do'stlikda, mehribonlikda va esdashlikda biror organi og'irsa boshqa organlarga ismdosh va uyqusizlik bilan bearam bo'ladigan bir tanga o'xshaydi deb ko'rsatgan. Buxoriy va Muslim rivoyat. Musulmonning musulmonga yomonlik qilishi amaliyotda o'ziga yomonlik qilganlikdir. Chunki ular bir gavd. Payg'ambar alayhissalom bu vaqtda nasihat qilib mundaq degan: Bir-biringlarga ko'ranmaslik qilmanglar, bir-biringlarni aldamanglar, bir-biringlarni yomon ko'rmanglar, bir-biringlarga dushman bo'lmanglar. Bir-biringlarning savdosini buzmanglar. O'zaro qarindoshlardan bo'lib, Allohning yaxshi bandalaridan bo'linglar. Musulmonning qarindoshi uningga zulm qilmaydi, xo'rlamaydi. Taqvolik qalbda. O'zining musulmon qarindishini xo'r ko'rgan odamdanmi yomon odam yo'q. Bir musulmonning yana bir musulmonning qinini to'kishi, pul melini tortib olishi va nomusini dafsanda qilishi qat'iy haromdir. Imom Muslim rivoyat. 1102-savol. Musulmon emas xalqlarga qanday muomalada bo'lish kerak? Javob. Musulmonlar musulmon emas kishilarga yaxshi, adolatlik va to'g'ri muomala qilishga buyurilgan. Ularni chetga qiqish va xo'r ko'rishga bo'lmaydi. Barliq muomala turlarida ularga ayrimchilik qilmasdan, haqsizlik qilmasdan, to'g'ri va adolatli muomala qilish, moddiy va ma'naviy jihatlardan qo'ldan kelishcha ularga insoniy yordam qilish lozim. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: Boshqa dindikilardan sizlar bilan urush qilmagan va sizlarni yurtinglardan haydab chiqarmaganlarga kelsak, Alloh ularga yaxshilik qilishinglardan, ularga odil bo'lishinglardan sizlarni to'smaydi. Shubhisizki, Alloh adolat bilan ish qiluvchilarni yoqtiradi. Sura Mumtahina 8-oyat. Ammo musulmonlar o'zlariga yoki o'zlarining diniy e'tiqodiga ziyonkashlik qiluvchilarni, diniy sababdan ular bilan urush qilganlarni yoqtirmasligi va ular bilan do'stlik aloqasi qurmasligi lozim. Bu prinsipni Alloh taolo mundaq bayon qilgan: Alloh din uchun sizlar bilan urushgan, sizlarni yurtinglardan haydab chiqargan va sizlarni haydab chiqarishda yordamlashganlarni do'st tutishinglardan sizlarni to'sadi. Kimki ularni do'st tutadigan, ular zolimlardir. Sura Mumtahina 9-oyat. Shundaqla islom dinini
yoki islom payg'ambarini yoki Qur'on Karimni masxir qiluvchilarga musulmonlarning qarshi turishi va vaqtida raddiya berishi diniy mas'uliyatdir. 1103-savol. Butun insoniyatga qanday muomalada bo'lish kerak? Javob. Dunyodagi butun insonlar insonlikda hurmatda barobardir. Chunki insonlarning hammasi Odam alayhissalom bilan Havva onadan iborat bir ota, bir onadan kelgan. Ularning o'rtasidagi til, rang, irq, din va madaniyat farqlari ularning insoniy hurmatda barobarlikka ta'sir yetkazolmaydi. İnsanlarning hammasi Alloh taolo tarafidan hurmatli qilib yaratilgan ulug' maxluqotdir. Musulmon odam qandoqli bir kishiga muomala qilishda uning insonligini asosiy o'ringa qo'yishi lozim. İnson qaysi millatdan va qaysi davlatdan bo'lsin, rangi chiroyi qandoq shaklda bo'lsin, baribir Alloh aziz yaratgan insondir. Bundaq bo'lgan ekan, insonlar orasidagi din, irq, rang va til farqlari sababli ularga boshqacha qarash, ularni aldash, muomalada bir-biridan farqlantirish qat'iy to'g'ri emas. Go'zal axloqli musulmon odam bütün insonlarni so'yidi, ularga qalbini ochadi va har vaqt ularga illiq va durust muomala qiladi. Hayvonlarga muomala qilish prinsipi. 1104-savol. Hayvonlarga qanday muomalada bo'lish kerak? Javob. Alloh taolo hayvonlarni insonlarning manfaati uchun yaratib bergan bo'lib, insonlar Alloh taoloning bu katta ne'matiga shukr qilgan holda hayvonlarga rahimdillik va rahim shafqat bilan muomala qilib, ulardan yo'lliq foydalanishga buyurilgan. Musulmon odam hayvonni xo'rlamaydi, urmaydi, osh qo'ymaydi va qiynamaydi. Hayvonlarga muomala qilish tuvandikicha. 1. Hayvonlarga ular ko'tarilmaydigan og'ir yuklarni ortmaslik. 2. Hayvonlarni osh yoki suvsiz qo'ymasdan yaxshi beqish. 3. Hayvonlarga kasal yetsa yoki biror organi sunsa vaqtida davolatish. 4. Hayvonlarni urib qiynashdan yiroq turish. Chunki Alloh taolo tili yo'q hayvonning nolisini hammadan undan anglag'uchidir. 5. Hayvonlarni o't bilan azoblashdan, dog'lashdan saqlanish kerak. Chunki payg'ambar alayhissalom hayvonlarni o't bilan azoblag'uvchilarga Allohning nomi bilan la'nat etgan. İmam Muslim rivoyat. 6. Hayvonlarni tirik turg'izib organlarini kesmaslik. Payg'ambar alayhissalom mundaqlarga Allohning farishtalarining va butun insonlarning la'nat qiladiganligini aytgan. 7. Hayvonlarni o'q etish mashqlarida qarg'a olmaslik. Payg'ambar alayhissalom hayvonlarni qarg'a etishdan ma'ni qilgan. İmam Buxoriy rivoyat. 8. Hayvonlarni bo'g'izlashdimi rahim shafqatli bo'lish. Pichoqni uningga ko'rsatmaslik yoki qiynamasdan jinini chiqarish lozim. Payg'ambar alayhissalom bir hadisda Alloh taolo hamma narsaga rahim shafqat qilishni putyotgan. Mol bo'g'izlaganda yaxshi bo'g'izlanglar, pichoqni ittiq qilinglar va molning jinini qiynamasdan chiqaringlar deb ko'rsatgan. İmam Muslim rivoyat. 9. Hayvonlarni bir-biri bilan so'qishtirmaslik, masalan, it talashtirish, xo'roz so'qishtirish, qo'chqor so'qishtirish qatorliq o'yinlar haromdir. Onu qilguvchilar hayvonlarga zulm qilganligi va ularni qiynaganligi sababli Alloh taolaning oldida qattiq gunohkor bo'ladi. Alloh taolo bu gunohdan tavba qilmaganlarni cho'qim jazolaydi. Quchar qushlarga nihoyat siliq, rahim shafqatli muomala qilish talab qilinadi. Payg'ambar alayhissalom bir hadisda kimki bir qushqashni bo'g'izlashdimi, rahim shafqatli muomala qiladi ekan, Alloh uningga qiyomat kunida o'zining rahim shafqatini ko'rsatadi degan. Buxoriy va Tabroniy rivoyat. İlim setim muameleleri. 1105-savol. Qandaq narsalarni elish va setishga bo'ladi? Javob. İnsanlarning tan saqliqiga yoki axloqiga ziyonliq bo'lmagan, islom dinida cheklanmagan, gunoh ma'siyatlarga sabab bo'lmaydigan har qandaq narsani elish va setishga bo'ladi. Chunki shay ila aslida halol bo'lib, harom qilinganligiga oid dinni dalil kelmagan narsalarning hammasi haloldir. Buning uchun ularni iste'mol qilish, elib setish, tijorat qilish mutlaq joizdir. Faqat bulardan oyat va ishonchli hadislar orqali harom ekanligi keskinlashganlarni iste'mol qilish va elib setish haromdir. Payg'ambar alayhissalom bu prinsipni mundaq oydinlashtirgan. Alloh Qur'onda halol qilganni halol, harom qilganni haromdir. Halol yoki harom ekanligiga hukm berilmagan narsalar Allohning kechirimidir. Allohning bu kechirimini qabul qilinglar. Alloh hech narsani unutib qolmaydi. Hakim rivoyat qilgan. 1106-savol. Qandaq narsalarni elib setishga bo'lmaydi? Javob. İnsonlarning tan saqligiga ziyonli bo'lgan, islom dinida iste'mol qilish harom qilingan
yoki birak gunoh ish uchun qo'llaniladigan yoki gunoh ishlarga sabab bo'ladigan narsalarni elish yoki setish, uning bilan tijorat qilish qat'iy cheklanadi. Bu shariat iste'molida harom deyiladi. Masalan, cho'shqa, o'zi o'lgan mol, mast qilg'uvchi ichimliklar va chekimliklar, iste'mol qilish harom qilingan yemak-ichmaklar, but haykal, kirs belgilari qatorliq narsalarni setish yoki setib olish haromdir. Chunki bundaq narsalarni elib setish, tijorat qilish, shu gunoh ishlarni va harom narsalarni tashviq qilganlik yoki ularni kishilarga yaqinlashtirib berganlik bo'lib, gunohga sherik bo'lganlikdir. Ammo u narsalarni elish yoki setishdan cheklanish bo'lsa, u narsalarning nomini o'chirib, kishilarni uningdan yiroqlashtirganlik bo'ladi. Yuqorqi narsalarni elib setish, tijorat qilish gunoh. Uning puli haromdir. Payg'ambar alayhissalom bu haqda mundaq degan: Alloh qandoqli bir narsani harom qilgan bo'lsa, uning pulini harom qilgan. Imom Ahmad, Abu Dawud rivoyat. Ilm setim ishlaridagi islom prinsipi. Hammaga ma'lumki, savdo-setiq insonlarning kundalik ishlarining muhim tarkibiy qismidir. Chunki insonlar shaxsiy va oila ehtiyojlarini setib olishga, korxonalar va shirkatlar mahsulotlarini setishga ehtiyojli bo'ladi. Şu musulmon odam islom dinining savdo-setiq prinsiplarini yaxshi o'rganishga va uningga ko'ra ish ko'rishga zo'r ehtiyojlidir. 1107-savol. Ilm setim ishlaridagi islom prinsipi qaysi? Javob. Ilm setim ishlaridagi islom prinsipi tuvandikicha. 1. Harom narsalarni olmaslik va sotmaslik. 2. Gunohga sabab bo'ladigan narsalarni olmaslik va sotmaslik. 3. Savdoda rostchil, samimiy bo'lish, kishilarni aldamaslik. 4. Miqdori va sifati noma'lum narsalarni sotmaslik. 5. Jazoni qilmaslik, o'sim bilan muomala qilmaslik. 6. Monopolchilik qilmaslik. 7. Tarozda va o'lchamda kam bermaslik. 8. O'g'irlagan va bulangan narsalarni setib olmaslik. 9. Savdoda noto'g'ri kelishim va noto'g'ri shartlarni qo'llanmaslik. 10. Olg'uvchi bilan sotquchi savdo qilishgan o'rindan ayrilg'ichilik, savdoni buzishga huquqliq. 11. Sheriklashib tijorat qilganda sheriklarning o'zaro samimiy va rostchil bo'lishi. 12. Savdoda odil raqobatlashish. 13. O'zida yo'q narsani sotmaslik. 14. Sotadigan molga soxtalik ishlatmaslik. 15. Ishchining va kirokashning haqqini vaqtida berish. 16. Nisbiy muomala qilishganda topshiradigan vaqtni aniq qilib hujjatlashish. Ilm setim cheklangan narsalar. 1108-savol. Haromligi sababli ilm setim cheklangan narsalar qaysilar? Javob. Haromligi sababli elish yoki setish tijorat qilish cheklangan narsalar tuvandikilar. 1. Cho'shqa, uning go'shi, terisi, go'shi yeyilmaydigan hayvonlarning go'shi, o'zi o'lib qolgan molning go'shi, zaharlangan yoki yuqumli kasalga giribtor bo'lgan molning go'shi. 2. Aroqdan boshlab pivagacha mast qilish xarakteridagi ichimliklarning va narsalarning butun turlari. 3. Oq chekimlik, opion, nasha, tamaka va boshqa zaharli chekimlik turlarining hammasi. 4. Haykal, kirs va har qanday bir botil dinning diniy belgilarining hamma turi elib setish cheklangan narsalardir. 1109-savol. Gunohga sabab bo'ladiganligi sababli ilm setim ma'ni qilinadigan narsalar qaysilar? Javob. O'zi halol bo'lsa-mu, uningdan harom yoki gunohga sabab bo'ladigan narsalarni ishlab chiqarg'ili bo'ladigan shaylarni uningdan haromga yoki insonlarni gunohlarga elib boradigan narsalarni yasaydigan o'rinlarga bilib turib setish gunohda ular bilan sherik bo'lganlikdir. Masalan, uzum o'zi halol meva bo'lsa-mu, uni aroq ishlab chiqaradigan zavodga elib berib setish haromdir. Chunki bu gunoh ishga hamkorlashganlikdir. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Kimki üzümni aroq yasaydiganlarga setish uchun mo'l usul vaqtida saqlab yotadigan, o'zini oxiratning o'tiga tutgan bo'ladi. Tabrani rivoyat. Jazona va uning cheklanish sababi. 1110-savol. Jazona degan nima? Javob. Jazona farscha so'z bo'lib, arabchasi riba, ya'ni ortiq, ziyoda degan ma'noni bildirdi. Ammo islom shariatining istilohida boshqalarning haqqini badalsiz yevilish degan ma'noni ifodalaydi. Chunki Alloh taolo og'uvchi bilan sotquchi har ikki taraf manfaat ko'radigan savdo yo'li bilan pul tepishga yo'l qo'ygan bo'lsa-mu, kishilardan badalsiz foyda ko'rishni qat'iy harom qilgan. Qur'oni Karim bu haqda mundaq degan: Ey mu'minlar, bir-biringlarning bolalarini nohaq yo'l bilan yevanmanglar.
ikki taraf rozi bo'lishib qilishgan savdo setiq orqali erishgan narsalar bundan mustasno. Sura Nisa 29-oyat. Jazoni yana o'sim bilan muomala qilishning gunohi shunchalik og'ir bo'lib, Alloh taolo o'sim bilan muomala qiluvchilarga la'nat qilgan. Payg'ambar alayhissalom buni mundoq bayon qilgan. Alloh taolo o'sim yeguvchiga, yegizguvchiga, uningga guvoh bo'lguvchiga va uni yozguvchiga la'nat qildi. Imom Ahmad, Tirmiziy, Abu Davud va Nasailar rivoyat qilgan. Jazoni xuddi o'tga o'xshash atrofga tutishadigan shunday xatarlik bir gunoh bo'lib, jazonining gunohi o'sim yeguvchi Bilalni cheklanib qolmasdan, balki o'simni baguvchimi o'xshashli gunohkor bo'lganning sirtida jazoni muomalasiga aralashgan va yordamlashganlarning hammasi bu gunohga sherik bo'ladi. 1111-savol. Jazoni muomalasini cheklashning sababi nima? Javob. Islom dini jazoni muomalasini qattiq cheklashda faqat insoniyatning axloqiy, ijtimoiy va iqtisodiy manfaatlarini ko'zlagan. Islom ulamolari jazoni muomalasining harom qilinishining bir qancha sabablarini bayon qilgan bo'lib, ular tuvandikilar. Birinchi, jazoni boshqalarning belini badalsiz elib olishni taqozo qiladi. Ikkinchi, jazoniga tayinish kishilarni har xil hunar kasblar bilan tirikchilik qilishdan to'sib, ishlamasdan undirib yeyishni yoqtiradigan tayyor toplardan qilib qo'yadi. Uchinchi, jazoni kishilar o'rtasida qarz berish orqali bir-biriga xolisona yordam qilish ro'yining yo'qolishini keltirib chiqarib, kishilarning manfaat ko'misi yordam qilmaydigan manfaatparastlardan bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. To'rtinchi, ko'pincha hollarda qarz berguvchi boy, qarz olguvchi kambag'al bo'ladi. Jazoni muomalasiga yo'l qo'yish jamiyatga rahimsiz boylarning nomrodlarni ezish uchun fursat yaratib berganlik bo'ladi. Savdo-setiq ishlarida islom prinsipi. 1112-savol. Savdoda rostchil bo'lish deganning ma'nosi nima? Javob. Savdoda rostchil bo'lish degan ilm-setim ishlarida soxtapazlik, aldamchilik va yolg'onchilikdan yiroq bo'lib, samimiy bo'lish deganlikdir. Savdoda yolg'on so'zlash qattiq gunoh bo'lib, yolg'on bilan topgan pul cheksiz haromdir. Payg'ambar alayhissalom eng pok kasb shundoq savdogarlarning kasbidirki, ular so'zda yolg'on aytmaydi, omonatga xiyonat qilmaydi, va'dasiga xiloflik qilmaydi, narsa setib olganda uni kamsitmaydi, narsa sotganda uni ko'ptirib danglamaydi, o'z ustidagi qarzni ado qilishda kechiktirmaydi va qo'li qisqa odamda elishi bo'lsa uni qistamaydi deb ko'rsatgan. Imom Bayhaqi rivoyat. 1113-savol. Miqdori yoki sifati noma'lum narsalarni setishni ma'ni qilishning sababi nima? Javob. Setilgan tovar miqdorining yoki sifatining noma'lum bo'lishi olg'uvchi va sotquvchi har ikki taraf o'rtasida jidalga yoki bir tarafning yana bir tarafni aldab ketishiga sabab bo'lganligi uchun islom dini noma'lum tovarni setishni cheklayotgan. Sahih Muslim. Masalan, to'ng mevani sotganda darhol uning mevasini o'zib olishni shart qilib sotganda durust bo'ladi. Shuningdek, etizdagi bug'doyni setish uning boshiga oqirib, ofat mezgildan o'tib ketgan bo'lish sharti bilan durust bo'ladi. Ammo mevani pishqanda o'zib olish, bug'doyni boshqa oqirib bo'g'icha setish cheklanadi. Chunki bunday qilish ko'p hollarda og'uvchi bilan sotquchi o'rtasida jidalga sabab bo'ladi. Navoda hosil chiqmasa, olg'uvchi men hosil ololmadim, pulimni qaytirg'in desa, sotquchi men setib bo'lgan, savdo bitib bo'lgan, ziyon o'zingga hisob deydi. Shuning bilan o'rtada jidal chiqadi. Payg'ambar alayhissalom texi pishmagan mevani sotmoqchi bo'lgan bir odamga navoda hosil bermay qolsa, nimaga asosan uning pulini olasan deb qo'ygan. Imom Buxoriy va boshqalar rivoyat. Shu sababdan hayvonning qo'sig'idagi balini, osmondagi qushni, suvdagi baliqni, pishmagan mevani pishqanda topshirib olish sharti bilan setish har qanday noma'lum yoki texi ilkiga kirmagan narsani setish cheklangan. Imom Muslim rivoyat. 1114-savol. Monopolchilikni cheklashning sababi nima? Javob. Islom dini savdo-setiqda shaxslarning erkinligiga kafolatlik qilgan bo'lsa-mu, har qanday bir jamiyatga bir qism kishilarning shaxsiyatchiligi, tamaxo'rligi va fursatparazligi tufayli xalqning ochliq, ko'ktat, meva qatorliq ozuq-tulikni va kundalik ehtiyojli narsalarni monopol qilib olish xohishiga yo'l qo'ymagan va monopolchilikning boshqalarning hisobiga o'zlarining beyishiga urinishni qattiq cheklab, ularni qattiq talaffuzda ayblagan. Payg'ambar alayhissalom monopolchilikni qattiq cheklab mundaq degan. Kimki ozuq-tulikni 40 kun monopol qilib oladi ekan, u Allohdan ado judo bo'lib ketadi. Allohmi uningdan ado judo bo'ladi. Imom Ahmad rivoyat. Payg'ambar alayhissalom monopolchilikning fisqikisi
va xunuk shaxsiyatchiligini so'kib mundoq degan. Monopolchi nima degan o'sal odam ha? U baho tushganligini anglasa qayg'uradi, qimmatchilik xabarini anglasa xush bo'ladi. 1115-savol. Tarozida va o'lchamda kam berishning gunohi qanday? Javob. Islom dini eng saskinadigan aldamchilik turlarining biri tarozida, o'lchamda kam berishdir. Qur'oni Karimning nurg'unlagan oyatlarida taroz va o'lchamda kam bermaslik, adolat va haqqoniyat bilan ish ko'rish, kishilarni aldamaslik haqidagi keskin amrlar bayon qilingan. O'lchamni va tarozni to'g'rilanglar. Sura An'am 152-oyat. Sizlar boshqalarga o'lchab berganda to'liq o'lchanglar va to'g'ri tarozda tortib beringlar. Sura Isra 35-oyat. O'lcham va tarozda kambag'uvchilarni tahdid qilib Qur'oni Karim mundaq degan. O'lchamda va tarozda kambag'uvchilarga voy. Ular kishilardan o'lchab olganda to'liq oladi, kishilarga o'lchab yoki tortib berganda kam beradi. Ular buyuk bir kunda tirildiganligiga ishonmamdi. O kunda insonlar olamlarning Parvardigorining huzurida tik turadi. Sura Mutaffifin 1-6-oyatlar. Bu oyatlarda taroz va o'lchamda kambag'uvchilar oxirat kuniga ishonmaydiganlar qatoridan sanalgan. Tabiiyki, oxiratga ishonmagan odam musulmon emas. 1116-savol. O'g'irlangan va bulangan narsani setib olish nima uchun cheklangan? Javob. Qandaqli bir narsani uning o'g'irlangan yoki bulanganligini bilib turib setib olish, bulangchilarning yoki o'g'irlarning bu jinoiy qilmishlariga yordam berganlik va ularni shundoq qilishga tashabbus qilganlik bo'ladi. Har qanday bir musulmon odamning jinoyatga qarshi turish, uni fosh qilish, o'g'irlangan molni egasiga yoki hukumat soqchisiga ma'lum qilish burchi bor. Payg'ambar alayhissalom sizlardan biringlar bir yomon ishni ko'rsa, uni qo'li bilan ma'ni qilsin. Uningga kuchi yetmasa tili bilan ma'ni qilsin. Uningga kuchi yetmasa qo'li bilan norozilik bildirsin. Bu iymonning eng ojizligidir deb ko'rsatgan. Imom Muslim, Imom Tirmizi va Ibn Majah rivoyat. Musulmon odam o'g'irni fosh qilmagan taqdirdami, haqsizlikning oldini olish va o'g'irlikqa norozilik bildirish yuzasidan bo'lsa-mu, o'g'irlangan yoki bulangan narsalarni narxining arzonligiga aldinib sotib olmasligi lozim. Chunki egasi rozi bo'lmagan narsa uni og'uchiga rivoj qilmaydi hamda sotib oluvchini gunohga sherik qiladi. Payg'ambar alayhissalom bu haqda mundaq degan: kimki o'g'irlangan narsani uning o'g'irlanganligini bilib turib sotib oladi ekan, uning gunohiga va or-nomusiga sherik bo'lgan bo'ladi. Imom Bayhaqi rivoyat. Vaqtning o'zgarishi o'g'irlangan yoki bulangan narsaning haromlik sifatini halollikka o'zgartirmaydi. Shundaqla ko'nrash bilanmi asli egasining haqqini tushirib o'tmaydi. Tepib olingan narsalarni sotib olmasdan uni egasiga qaytarishga yordam qilish lozim. Bu insonlikning, mo'min musulmonlikning eng oddiy talablaridan biridir. 1117-savol. Buzuq yoki noto'g'ri shart qanday bo'ladi? Javob. Ilm setimdagi buzuq yoki noto'g'ri shartlar har xil bo'lib, bundoq buzuq shartlar va buzuq kelishimlar savdoning durust bo'lishiga to'sqin bo'ladi. Bu shartlar sotquchining olg'uchiga, "Sen buni sotsam, sen menga bundoq narsani setib bersan yoki qarz berib tursan" deganga, yoki buni paloni rozi bo'l sotaman deganga o'xshash shart qo'shqaniga, yoki savdoni kelajakda amalga oshish yoki oshmasligi aniq bo'lmagan biror shartga bog'liqligiga o'xshash. Bundoq savdo durust emas. Chunki bundoq shartlarni qo'shgan sotquchi o'zining savdodan yenib olishi uchun shart-sharoit hozirlab qo'ygan bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Allohning kitobida bo'lmagan har qanday shart, mayli u 100 shart bo'lib ketsin, baribir botildir. Buxoriy va Muslim rivoyat. 1118-savol. Sotadigan molga soxtalik ishiltish degan qanday bo'ladi? Javob. Sotadigan molga soxtalik ishiltish degan molning aybini yoshirib, nachar molni yaxshi ko'rsatib setish orqali xaridorlarni ziyonga uchratishdir. Payg'ambar alayhissalom aybi bor narsaning aybini to'liq demay sotgan kishi hamisha Allohning g'azabiga uchrab turadi, ham uningga farishtalar la'nat yog'dirdi deb ko'rsatgan. Ibn Majah rivoyat. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq degan: Payg'ambar alayhissalom bir tog'ar ochliqning yenidan o'tib ketib, ochliqning orasiga qo'lini tiqib beqiydi, barmoqlari ho'l oldi. Ondan ochliq sotquchi qarab: "Ey ochliq egasi, ma'u nima?" deb so'radi. Ochliq egasi: "U ochliq yomg'irda qolgan edi" deb javob berdi. Bu vaqt Payg'ambar alayhissalom uningga: "O yomg'irda qolgan ochliqni kishilar ko'gidek to'piga chiqarib qo'ysang bo'lmasmidi? Kimki boshqalarni aldaydi ekan, o mening ummatimdan emas" dedi. Imom Buxoriy rivoyat. 1119-savol. Og'uvchi bilan sotquchi savdoni qaysi ahvolda buzolaydi? Javob.
Ağuchi bilan sotquchi savdo qilishgan o'rindan ayrilib ketmaguncha, ularning har ikkisi savdoni amaldan qoldirishga huquqlidir. Payg'ambar alayhissalom bu haqda bizga ta'limot berib bundoq degan: Ağuchi bilan sotquchi savdolashgan o'rindan ayrilib ketmaguncha, har ikkalarining yenib olish ixtiyori bor. Navoda ular rostchil bo'lib, malda ayib bo'lsa, bu ayibdan xabardor qilsa, ularning savdoga barakat beriladi. Navoda yolg'on aytib malning ayibini yo'shirsa, savdoning barakati yo'q qilinadi. İmam Buxoriy rivoyat. Shundaqla sotquchi malning ayibini yo'shirib sotgan bo'lsa, olg'uchi savdolashgan o'rindan ayrilib ketgan bo'lsa-mu, olg'uchi uni ishlatmagan bo'lish sharti bilan savdoni buzib, malni sotquchiga qaytarib berib, uningdan pulini qaytarib olishga huquqlidir. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Kimki bozorga akilishdan burun qo'zisini amgili qo'ymay yelinni isildirayotgan qo'yni setib olgan bo'lsa, uni akilib seg'ib boqsin. Agar uning ustiga rozi bo'lsa, qo'lida saqlab qolsin. Agar rozi bo'lmasa, o qo'yni birsa 3 kilo 250 gram xorma bilan egasiga qaytarib bersin. Imom Muslim rivoyat. Bu hadisdan malga saqtliq ishlatib setishning haromligi, saqtliq ishlatilgan malni setib olgan kishining savdolashgan o'rnidan ayrilib ketgan bo'lsa-mu, uni sotquchiga qaytarib berish huquqi borligi ifodalanadi. 1120-savol. Sherik tijoratga samimiyatning qanday ahamiyati bor? Javob. Sheriklashib tijorat qilganda sheriklarning bir-biriga samimiy, rostchil bo'lishi bu xil tijoratning jini hisoblanadi. Rostchil samimiy sheriklarning madadkori Allohdir. Payg'ambar alayhissalom hadis qudusida Alloh taolaning mundaq deganligini bayon qilgan: Ikki sherik bir-biriga xiyonat qilmasalar, men ularning uchinchisi bo'laman. Ularni ziyon zahmat va xatarlardan himoya qilaman. Biri yana biriga xiyonat qilganaman, men ularning orasidan chiqib ketaman. Abu Davud rivoyat. Sherik tijorat qilayotganlar va boshqalarning payqatgan dasmoyisi bilan tijorat qilayotganlarning yolg'on chiqim ko'rsatish, setib olgan mallarning summasini oshirib hisoblab ko'rsatish, sotgan mallarning pulini tuvan ma'lum qilib kam yetkazish qatorliq yo'llar bilan xiyonat qilishi barakatni va foydani yo'q qilgandan tashqari qat'iy haromdir. Bundaq topgan pulmi haromdir. Chunki payg'ambar alayhissalom Alloh qandoqli bir narsani harom qilgan bo'lsa, uning pulini harom qilgan deb ko'rsatgan. İmam Ahmad ve Abu Davud rivoyat. 1121-savol. Savdoda adil raqobatlash degan qandoq bo'ladi? Javob. Savdoda adil raqobatlash degan boshqalarning savdosiga putlik ashang bo'lmaslik, ularning savdosini buzmaslik deganlikdir. Payg'ambar alayhissalom hech kim birovning savdosini buzib savdo qilmasin. Shaharlik yezliqning melini men setib beraman deb aralashib, boshqalar bilan erkin savdo qilishiga to'sqinlik qilmasin. Alg'inglar yo'q narsaga qimmat baho qo'yib, boshqalarning qimmat setib olishga qiziqtiradigan ishlarni qilmanglar. Birov savdoda qo'yilgan bahodan oshirib baho qo'ymasin. Ya'ni setib olmoqchi bo'lgan odam elishdan voz kechishdan burun uningdan ortiqroq talab qo'yadigan ishni qilmasin deb ko'rsatgan. Nasai rivoyat. Birsidan mal setib olmoqchi bo'layotgan kishini sharhlab, men uningdan arzon beraman yoki mening melim uningkidan yaxshi deb tortib ketadigan yoki sotmoqchi bo'lgan kishining putiga dastlab qo'yib, boshqalarning savdosini buzib o'zi oladigan, bozor bahosini bilmaydigan kishilarga bahoni o'riltib sotadigan, yezidan kirgan oq ko'ngil dehqonlarning mollarini setib beraman degan bahoni bilan elib olib, bozor tugaganda o'zi shu kunlik bahodan arzon bahoda elib oladigan qiliqlar musulmon odamga yarashmaydigan, puchig'i chiqqan razillik va haromxo'rlikdir. 1122-savol. O'zida yo'q narsani setishni cheklashning sababi nima? Javob. O'zida yo'q yoki texi ilkiga kirmagan narsani menda bor deb yolg'on so'zlab, savdoda kelishgandan keyin boshqalardan akilib beradigan ishlar aldamchilikning bir turi bo'lib, ko'p hollarda xaridorni ziyonga uchirtish yoki uni moldan mahrum qilishga sabab bo'ladi. Chunki ilkida yo'q narsani menda bor deb yolg'on aytish, savdolashdan qo'rqmagan odam boshqalardan elib kelgan malni xaridorga bozor bahosidan oshirib setishdan qo'rqmaydi. Mobodo malni topolmasa, xaridorni boshqalar bilan qilishadigan tayyor savdodan mahrum qilgan bo'ladi. Shun bundaq savdo islom shariatida cheklangan. Payg'ambar alayhissalom bir odamni shunday qilishdan to'sib, o'zingda yo'q narsani sotma degan. Imom Tirmiziy rivoyat. 1123-savol. Harom bo'ladigan zakolat savdosi qaysi? Javob. Savdo agar bo'lmay qolsa, oldin berilgan pul sotquchiga qoladigan zakolat savdosi harom qilingan savdodir. Chunki bu boshqalarning melini badalsiz yevilish bo'lib, islom dinida boshqalarning haqqini badalsiz yevilishni taqozo qiladigan barliq muomalalar qat'iy haromdir.
Abdullah ibn As radhiyallohu anhu mundaq degan. Haqiqatan payg'ambar alayhissalom savdo buzilib ketsa oldin berilgan pul sotquchilarga qoladigan zakolat savdosidan to'sgan. Ibn Majah rivoyat. Odam yallab ishlatishning sharti. 1124-savol. Odam yallab ishlatishning sharti nima? Javob. Odam yallab ishlatishning sharti uning ish haqqini kechiktirmasdan dal vaqtida to'liq berishdir. Ishchi, kirokash, mal setib berguvchi qatorliqlarning ish haqqini vaqtida berishning zarurligi haqida payg'ambar alayhissalom mundaq degan. Yallab ishlatgan odamlarning ish haqqini uning tari qurib ketishdan burun berib bo'linglar. Ibn Majah rivoyat. Payg'ambar alayhissalom yana mundaq degan. Alloh taolo aytdiki, 3 xil odam qiyomat kuni mening dushmanim hisoblanadi. Ularning biri mening nomimni atab qasam qilib, va'da berib, va'dasiga vafo qilmagan odam. Ikkinchisi hur odamni setib pulini yegan odam. Uchinchi bir odamni ishiltib, uning ish haqqini bermagan odam. Imom Buxoriy rivoyat. Nisbiy muomalada islom prinsipi. 1125-savol. Nisbiy muomala qilishganda nima qilish kerak? Javob. Nisbiy muomala qilishganda topshiradigan vaqtni, yil, oy, kun tarixini yezib, aniq qilib hujjatlash zarur. Bu haqda Alloh taolo mundaq degan. Ey mu'minlar, muddat belgilab o'zaro qarz berishsanglar, uni hujjat qilib yezib qo'yinglar. Aranglardagi xat biladigan kishi uni kam ziyoda qilmasdan odillik bilan yozsin. Sura Baqar 282-oyat.